Noldan qurilishiga 30 ming dollar pul ketgan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana yo'lda zaborlari juda ham chiroyli. Darvozalari va o'zdan kirganimizda Maşallah 2026-yilda hammamizga shunaqa uylar qurish nasib qilsin. Ko'rib turibsizlar, juda ham chiroyli. Asosiy binoyimiz 13 metrga 13 metrga joylashtirilgan, yerimiz esa 4 dan iborat. Bu tomonda uylarlar qoldirib ketilgan, orqa tomonimizda esa 5 metr o'zini joylari bor. Kirganimizda to'g'rida bizni mehmonxona kutib oladi. Mehmonxonamiz ham juda ham ixcham qilingan. Aytib o'tamiz, uyimiz 100% topli pol va paravata bilan qilib bitkazilgan. Mana ko'rib turibsizlar. Bu esa asosiy binoyimiz. Asosiy binoyimizda mana kirganimizda juda ham katta bo'lgan bizni xo'l kutib oladi. Chap qo'l tomonimizda oshxona, to'g'rida bolalar xonasi, bu yerda yana bitta bolalar xonasi va общий sanuzel bizni kutib oladi. Bu tomonda esa kattalar uchun yotoqxona o'zim sanuzellari bilan. Mana bu tomonda esa zal kutib oladi bizni. Aytib o'tamiz, 100% mana topli pol parvati bilan qilingan, elektrikalargacha qilingan mana. Ko'rib turibsizlar. Bundan ham zo'rlanib o'tkazib olmaslik uchun Andijon kanaliga obuna bo'lib qo'yasizlar.